Esselatu vesselamu ala Resulihi Muhammed ve alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm aziz kardeşler. Ramazan ayımız ve cuma günümüz mübarek olsun. Bu mübarek günlerde kılgan ibadetlerimiz, dualarımız icabet olsun. Kardeşler, bugünkü sohbet temimiz yana kirip doğruladık. Din ve vatan temisi de bulundu. İnsaniyetin imanını ve mevcutluğunu qoğdaşının qoş qorğını. Nim üçün din ve vatan billah deyimiz diye vaqtda bu ikisi insaniyetin imanını qoğdaydigan, mevcutluğunu qoğdaşının qoş qorğını. Din insanın imanını qoğdasa, vatan insanın mevcutluğunu qoğdaydı. Şunun üçün bu insaniyet üçün Allah Teala tarafından berilgen İki tane qorğan boğaçqa, iki tane vasıta boğaçqa, birisi din, manevi vasıta, manevi qorğan, vatan, maddi vasıta, maddi qorğan boğaçqa, ikisini birle tilga alamiz. Bu vaqtda Allah subhanahu ve taala Sure Mumtahine 9. ayette mundaq deydi. İnnama yenhakumullahu anillezine qatalukum fid-din ve ahrajukum min diyarikum وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Sizlerge karşı din hakkında uruş kılganlar. Yani sizlerinin dilinglarını yok kılış üçün, sizlerni dininglardan çıkarış üçün sizlerge karşı uruş açkanlar. Ve sizlerni vataninglardan çıkarıp etkenler. Ve sizlerinin çıkırılışınlarga yardım kılganlarını tevelli deydi Kur'an'da. Dost tutuşunlardan Allah nehi kılıdı, çekleydi deydi. Şimdi Uygurçalarında muşinçilik tercüme kılımız karındaşlar. Bunu biraz izahlamısak düşünüşlük olmaydı. Allah bizden nimeden çekleydiken en tevellahum u düşmanlarını, u tecavüzçilerini, dost tutuşunlarını Allah çekleydi deydi. O tecavüzçiler kanda tecavüzçiler de dinimiz hakkında bizge karşı uruş kılgan, bizni vatanimizden qoğlap çıkargan ve bizning çıkırılışımızga yardım bergen güç kim buluşundan qat'i nazar ularni dost tutamayızlar deydi. Endi biz Şarkı Türkistanlıklarga nisbeten bu ayet bizge hitap kılgan çağda, biz bu ayetni özümüzge tatbiqlagan çağda biz Şarkı Türkistanlıklarga karşı uruş açıvatqını Xitoy tecavüzçilari dinimiz hakkında uruş açıvatıdı, dinimizni yok qilishga tirishvatıdı, bizni dindan ayrı bitishga tirishvatıdı. Andan keyin bizni vatanimizdan chiqarib, boshqa yerga olib qul qilib ishiltib, vatanni bilmaydigan qo'sqindan baqadigan ashunday maxluqlarga aylantirib etish uchun vatandan ayirib etib bordi. Xalqimizni majburiy emgak nomi bilan qul qilish maqsadida vatandan ayirib etib bordi. Andan keyin Xitoyning mush siyosatiga destek verganlar. وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ. Bu siyasetiga destek verganligini dost tutuşunga çeklenidi dedi Allah tarafından. Ve de dost tutuş kardeşler biz hem de Uygurca tercümede muşundaq deyimiz ama bu adik Allah'ın kullanılan kelimesi tevellev kelimesi. Normalde dost tutuşunu hubbe kelimesinden kullanıldı Arapçada. Dost tutuşunun bekcik sözleri var Arapçada. Ama miyerde tevella kelimesini kullanılmadı. Tevella kardeşler bizninki dinimizde akide meselesi. Tevella, teberra deydigan iki tane perz ibadet var. Bizler küçük vaxtlarımızda 72 perzde patanlarımızı ütüdüğü şu 72 perzin içinde mi var? Tevella, teberra kelimesi var. Tevella diyen Allah'ın düşmanına düşman bulaş, dostuğa dost ulaş. Tevella diyen Allah'ın dostuğa dost ulaş, teberra diyen Allah'ın düşmanına düşman bulaş. Hem de bu arada
biz do'st bo'lash, dushman bo'lash deb shundoq tarjima qilamiz. Tilimizning kamtiligidan, ma arabcha, ma Allohning kalomini ifodalashda ojiz kelib qolganligi uchun shundoq deymiz. Shuning uchun tavallo kalimasini tushunish uchun tavalloninki lug'atdagi ma'nosiga qarab boqaylik. Valiya ko'kinidan chiqdi. Vali. Masalan, vali bo'lish degan, masalan, bizning dinimizda qizlarni to'y qilgan vaqtida, yatliq qilgan vaqtida, qizlar tatinja qo'yg'achqa, numus qildigan bo'g'achqa, palaniga tegdingizmi desa, numus qildigan bo'g'achqa, uni qizning valisi deb birdi uning gapini. Uning valisi dadisi olsa, dadisi, tag'isi olsa, tag'isi, aksi olsa, aksi. Kim shu qizvalni yaxshi ko'rsa, shu qizvalning manfaatiga vakillik qila oladigan bo'lsa, shu qizning tanlash bilan men palonni vakil qildim, vali qildim deydi. Shu valisi berdi. Masalan, dadisi degan bo'lsa, qizga dadisi ig' bo'ladi. Keyingi vaqtlarda uning xalinib qolmasligi uchun, bo'zaq qilinmasligi uchun nikohdagi shartlar ihlol qilingan vaqtida uning ig' chiqadigan ish bor. Shuning uchun qizvalininki aciz qizvaliga ig' bo'lgan kishiga vali deyiladi. Yani igi chiqadigan odamga vali deyiladi. Yana birisi maktabga bolalarimizni beramiz va de maktab bolalarning valilari bilan ko'rishdik, valilarni chaqirdik deydi. Shu bolalarga igi chiqadigan shu ota-onasi bo'lg'achqa bolalarning ota-onasini vali deyiladi. Chunki ota-ona bolaga igi chiqadi. O'xshash nuqtadan chiqqan kalima bu. Shuning uchun ba'da an tavallohum degan sizlarning dininglarga qarshi hujum qilgan, vataninglarga qarshi hujum qilganlar va bu siyosatga destek berganlarni sizlar vali qilmaysiz degan gap, uning igi chiqmaysiz degan gap. Masalan, Xitoy tajovuzchilariga igi chiqmaymiz. Xitoy tajovuzchilarining muttafiqlariga do'st bo'lganlarga uni do'st tutmaymiz, uning tarafdori bo'lmaymiz. Bizning dinimiz buni emr etadi, Alloh buni emr etadi. Yana birisi vali kelimasidan da Qur'onda jiq chiqadi. Allohu valiyullazina amanu. Alloh mu'minlarning valisi degan vaqtda. Alloh mu'minlarga igi chiqadi degan gap. Masalan, Alloh bizga igi chiqsa, Alloh bizning valiyimiz bo'ladi. Biz Allohning diniga igi chiqsak, biz vali bo'lamiz. Evliya kelimasi var bu, Allah'ın evliya bendileri deydiğen. Şu Allah'a igi çıkan, Allah'ın dinine igi çıkan, madının igisi men, madınna manda hakaret kılamaysa, madınna manda horlayamaysa, madınna hücum kılamaysa deb dini dinimizge tecavüz kılgan vaqtda, dinimizge igi çıkan vaqtda, o çağızda onu veli deyildi bizge. İgi çıkarırsak veli oluruz. Şu bir narsaga igi chiqqanni vali deyiladi. Bu kelimada Allah entevellahum tajovuzchiga yon basanmaysiz, tajovuzchiga igi chiqarmaysiz degan gap bu. Amshak kelgan vaqtda bir Uyg'urlarda, Sharqiy Turkistonlik Uyg'urlarda bulayotgan bir munofiqat bir nim bor. Bir ahvol bor bizda, shuni qistirib qo'yay. Mushundaq suhbatlarda Muşunda Xitaylarning tajovuzchi ekanligini, mush vatandagi xalqimizning xorlanayotganligi, Xitoy tajovuzchilar tarafidan bo'lganligini, butun beshimizga kelayotgan baloy ofatning Xitoyning yuzidan bo'layotganligini desak, ba'zi o'zini musulmon da'vatqanlar. Yo'qol soqolni qo'yib olib, ba'zi chiroyli ro'mollarni salib olib, ijobni kiyib olib o'tirib, Uyg'urlarni so'kadigan ish bor. Xitoyning tillab olgan bilan bunda bo'lmaydi, bütün günah Uyg'urlarning o'zida u bu deb Xitoyning tajovuzchiligini gap qilyapsa, xuddi Xitoyni aqlagandek, Uyg'urni qarlagandek menda pozitsiya tutilganlar bor. Ras qarindoshlar, biz Uyg'urlarda gunohimiz bor, og'ir gunohimiz bor. Ammo Xitoyning tajovuzchiligi mazmun qilingan suhbatlarda, so'rinlarda Böyle fakat Xitayga yan besiş to'g'ri emas, bu munofiqlik bu. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, qanchalik yo'g'on saqil olib ketishidan qat'iy nazar, qanchalik yo'g'on sellis olib kelishidan qat'iy nazar, qanday chiroyli o'zini yo'g'i bo'lishidan qat'iy nazar,
Xitoyga yon bosganlik munofiqlik. Xitoyga yon bosganlik Allohga va Allohning diniga qarshi chiqqanlik. Biz Uyg'urlarni Sharqiy Turkiston xalqimizni tanqidlasak, o'zaro tanqidlasak bo'ladi. Bizda mandaq illat va buni tuzatishimiz lozim. Bizning mandaq gunohimiz va bu gunohlarimiz uchun Allohga istig'for etishimiz lozim degandek tanqidlar bilan o'zaro tanqidlasak bo'ladi. Chunki mazmun o'zimizning gunohi atrofida bo'lgandikin, o'zimizning ayblari atrofida bo'lgandikin, buni tuzatish uchun o'zaro tanqidlasak bo'ladi. Ammo Xitoyning tajovuzchiligi mazmun qilingan har qanday suhbatlarda Xitoyni aqlagandek gunoh bizdami bor, ammo Xitoyga atib qo'ysak bo'lmaydi deganlik, bu Xitoyga ishlaganlik bilan o'xshash munofiqlik, musulmonga yarashmaydi. Asal chatnab ketib qoldik qarindoshlar. Endi bu oyatni va'da dalil qilib ekilishimning sababi qarindoshlar. Va'da Alloh sanagan vaqtida dininglar haqida sizga urush ochdi deb sanayotdi. Aningdan keyin sizni vataninglardan qo'g'lab chiqadi deb sanayotdi. Sanagan vaqtda birinchi qatimda dinni sanab, ikkinchisida vatanni ikkinchi qatimda dinlarga o'xshash o'ringa qo'yarlik. Suhbatning temasida din vatan masalasi ya. Savolda islomda vatanning o'rni qayerda degan savol bor ya. Qayerda desak, Alloh islom dinini nerede qo'ygan bo'lsa, vatanni shu o'rinda qo'yayotdi. Bir musulmonning engida, aqidasida, kallasida din qaysi o'rinda bo'lgan bo'lsa, uning vatani shu o'rinda o'xshash muhim o'rinda turadi. Shuni demoqchi. Dinning o'rni nerede bo'lsa, vatanning o'rni shu yerda ikkisi birga ayrılmaydi demoqchi. Bu oyatni dalil qilishimizning sababi shu. Chunki islom dini faqat shaxsiy ibodatlar majmuasilar emas. İslam din desa faqat shaxsiy ibodat qilgan narsa deb o'ylab qolsak bo'lmaydi. İslam dini balki insonning iymonini, aqlini, jinini, neslini, melini qo'g'dashni maqsad qilgan mukammal bir nizomdir qarindoshlar. Bir ilahiy nizom. Bu nizomning to'liq joriy qilinishi uchun din bilan vatan bir gavdiga aylanishi kerak. Bizdan ayrilsa bo'lmaydi. Birinchi, dinni qo'g'dash deganlik nima deganlik? Aqida va haqiqatning kapolati degan gap. Nima uchun dinni qo'g'daymiz? Aqidamizning qo'g'dilishi uchun, haqiqatning kapolati uchun dinni qo'g'daymiz. Islom dini Allohning dargohida qabul ko'rilgan birdan-bir muqaddas din bo'lish sifati bilan insoniyatga eng to'g'ri qimmat qarash manzumasini sungan. Agar qimmat qarash eng to'g'ri qimmat qarash bor deyilsa, mush qimmat qarashlarning manzumasi islomda. Manzumasi degan shu. Butun hammasi degan gap. To'g'ri iymon faqat islom orqali yetib keladi. Nima uchun? Chunki Haq taolodan kelgan. Islom Haq taolodan kelgan. Mutlaq haqiqatdir. Allohning bir ismi Haqqo, u haqdan kelgan din mutlaq haqiqatdir. Buningda izofiy haqiqat degan gap yo'q. İslamda elib kelgan narsa mutlaq haqiqatdir. İnson aqli cheklik. U doim o'zgarib turdi, insonning aqli o'zgarib turdi. Ammo ilohiy vahiy bo'lgan islom insonni adashmaydigan, tevrenmaydigan bir haqiqatga ulashtiradi. Shuning uchun islomni qo'g'daymiz, dinni qo'g'daymiz deymiz. İkincisi, İslam ruhi bir hayatdır. Yani hayat, İslam hayattır. Yani dinni qo'g'dash deganlik insonning Alloh bilan bo'lgan bog'lanishini qo'g'dash demektir. Bu bağlanış üzülgende insan maddiyetinin kuluğa aylanıp öz mahiyetini yoktudur. Çünkü insan İslam'dan ayrılgan vakitte maddığı kul buludu. Maddığı kul buluğa vakitte insanın Allah ile alakası üzülüdü. O insan ölük insan boğan buludu. Ölgen insan boğan buludu. Bu insanı zaten Allah Kur'an'da meyyit dep ataydı. Ölgen insanlar dep. Emvat dep ataydı. Şunun için insan manevi cihetten tirilish uchun İslamga qaytish kerak. Şunun için İslamni qo'g'daymiz, dinni qo'g'daymiz, iymonni qo'g'daymiz deyishning sababi shu. Ash qo'g'diladigan shu İslam, shu iymon, shu dinning qatorasida vatan o'xshash o'ringa qo'yilyapti mana bu yerda.
Şuna İslam'ın keliş gayesi insanın insanlık sübtini, yani onun dini akidesini, taşkı ve içki bulgunuşlarını qoğdaştır. Üçüncü nokta bu ayetteki vatan meselesi. Vatan dinin maddi asası ve korgunu. Avu dinni manevi korgunu dedik ya, vatan maddi korgunu dinni. Nurgun kişiler din bile vatanni bir-birinden ayrım, hatta zıt deb qarashi mumkin. Ba'zi odamlar din bilan vatan undoq bundoq deb qarashi mumkin. Ammo bu qarashni Xitoy gavdalantirib, xuddi din bilan vatan ziddik, vatanda shirk qiladi deydigan ba'zi maxluqlar chiqib, xalqimizning kallasini qaymoqtirayotganlar va shuning uchun ta'kidlashning sababi shu, hech qachon din bilan vatan bir-biriga zid emas. İslamning nuqtai nazarida vatan dinni yaşıtıdığan, ilahi adaletini berpa kılıdığan ve Müslümanların kimligini saklaydıgan bir maddi korgandır. Bu İslam nazariyesi bu. Vatan maddi vasıtı bolsa, din manevi vasıtıdır. Din bir nur bolsa, vatan şu nurunu öz içine algan ve şu nurunu qoğdaydıgan bir çırağıdır. Çıraq bo'lmasa, nurning sirtqi bo'ron chapqinlardan saqlanish tez, hatto mumkin emas, o'chib qoladi bo'ron bilan. Xuddi shuningdek, vatan bo'lmasa, dinning qo'g'dilishi mumkin emas. Uchinchi, oyatdagi bizga bergan signal, uchinchi signal shu. Din bilan vatanning barobarligi, o'xshash o'rinda qo'yilishi. Mana Alloh taolo Mumtahin surasining 9-oyatida dedi-ku, shu naq deyilgandek, din bilan vatanning İslam nazarida o'xshash o'rinda turishi. Bu oyatdagi logika aniq, nihoyat aniq qarindoshlar. Din uchun urush qilish dedi ya oyatda, dininglar uchun urush qilib sizlarga bostirib kelsa dedi. Dinimizga qarshi urush qilsa dushman, tajovuzchilar, Xitoylar masalan, Sharqiy Turkistonning diniga hujum qildi deganlik nima degan gap? Ma'naviy mavjudlikqa qilingan tajovuzchilik bu. Ma'naviy mavjudlikqa qilingan tajovuzchilik. Dinga hujum qilish ma'naviy jihatdan bizga tajovuz qilganlik hisoblanadi. Abadu yurtlaringlardan haydab chiqarish kalimasini qo'llandi Alloh Qur'onda. Bu maddi mavjudlikqa qilingan tajovuzchilik. Vatanga qilingan tajovuzchilik, maddi mavjudligimizga qilingan tajovuzchilik, dinimizga qilingan tajovuzchilik, ma'naviy mavjudligimizga qilingan tajovuzchilik. Kichikkin aqli odam bo'ladim. İnsanning ma'naviyati ustun turamdi, maddiyati ustun turamdi degan vaqtda hammamiz bilamiz ma'naviyatimiz ustunda. Ammo shu ma'naviyat tarafimizni qo'g'daydigan, dinimizni qo'g'daydigan shu moddiy qo'rg'on vatan. Tuningi hisobot misol verdik-ku, beden bilan ruhning misolini. Masalan, din ruhimiz bo'lgan bo'lsa, vatan beden. Beden bilen ruh ayrılıp kesi ölgendek, din bilen vatan ayrılsa ölüdü. Vatandan ayrılgan din mi ölüdü, dinden ayrılgan vatan mi veyran buludu. Allah'ın bu işki cinayetini bir ayette, bir türlü zikir kılışı, dinge bulgan tacavuz bilen vatanga bo'lgan tajovuzchilikning bir gavda ekanligini ko'rsatdi. Chunki vatansiz qolgan kishining dinini qo'g'dishi, kimlikini saqlayalishi, keyingi avlodlarga islomni saf holatga yetkazishi mumkin emas. 4-nokta. Bu yerda ma'naviy rahbarlik, moddiy rahbarlik, moddiy qo'rg'on. Din insoniyatga rahbarlik qiladi, hammamiz bilamiz. Allohdan kelgachga din insoniyatga rahbarlik qiladi. Uni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Ammo bu rahbarlikning unum berishi uchun shu rahbarlikka ergashadigan bir jamiyat bo'lish kerak. Shu jamiyat tayindigan bir zamin, vatan lozim bo'lishi kerak. Chunki vatan bo'lmasa hokimiyat qo'g'ilolmaydi. Hokimiyat qo'g'ilolmasa kuch bo'lmaydi. Kuch bo'lmagandan keyin hech nimani qo'g'ilolmaydi. Ayni biz Sharqiy Turkistonlikni ko'ryapmiz-ku. Vatandan ayrilibdik, hokimiyatimizdan ayrilibdik, dinimizni qo'g'day olayotgandik, hech nimani qo'g'day olmayapmiz. Bu bizning amaliy hayotimiz bilan isbotlanayotgan bir haqiqat. Mushundoq turibsa, yana hala hozir vatan desa undoq bo'ladi, millat desa bundoq bo'ladi deydigan fitnachi Xitoyga ishlaydiganlar yo'q emas.
Vatan qo'g'dash ibodatdir qarindoshlar. İslamda vatanning chegarasini qo'g'daganning shu ibodatning ismi ribat deyiladi, ribat. Bu ribat eng cho'ng ibodatlardan biri hisoblanadi. Payg'ambar alayhisalom nima dedi? Bu haqda bir soat ribat turush, ya'ni vatanning chegarasini bir askar ustida bir soat qo'g'dash bir obidning 60 yillik ibodatidan afzal. Yana bir rivoyatda 70 yillik ibodatidan afzal dedi. Abid degan kim? Bütün ömrünü ibadatga atagan, masjiddan chiqmaydigan, kunduz ro'za tutadigan, kech qiyamda turib namoz o'qiydigan, nafl ibodat qiladigan, ömrünü ibadatga atagan odamni abid deyiladi. Şu abidning 60 yillik ömrü 12 yilni kichikvallikqa chiqarib etsak, 72 yoshda o'lgan bir abidning savobi bilan vatanning chegarasida bir soat post tutgan askarning savobi o'xshash bo'ladi Allohning dargohida. Balki bu askarning taxmi yaxshi bo'ladi deyapti hadisda. Shuning uchun vatan qo'g'dab post tutganning ismini bizning dilimizda ribat deb ataladi. Ribatul xayl Qur'onda chiqadigan oyat bu. Vatan insonning moddiy boyligini emas, balki uning tilini, madaniyatini, diniy qimmat qarashlarini, bütün ma'naviyatini, ma'naviy qimmatlarini qo'g'daydigan bir qalqondir. Xulos qilib aytganda, qarindoshlar, yakunlab aytganda, islom dini insonlarning iymonini qo'g'dash uchun kelgan. Bu qo'g'dashning mukammal bo'lishi vatanning qo'g'dilishiga bog'liq. Din bilan vatan bir-biriga zid emas, balki bir-birining yo'qolishi ikkinchi birining zaxmlanishiga olib keladi. Vatan yo'qolsa, din zaxmlanadi, din yo'qolsa, vatan zaxmlanadi. Şuna mukammal bir mu'min aldı bilan o'z aqidasini sodiqlik bilan qo'g'dish kerak. Bu inson sodiqlik bilan qo'g'disa aqidasini, shuning bilan birga shu aqida yiltiz tortadigan va meva beradigan ana tuproqni, vatanni jon tikib qo'g'dish kerak degan mazmun chiqadi. Alloh taolo bizga dinimizni va vatanimizni qadrlaydigan, bu ikki ulug' ne'matni keyingi avlodlarga aman eson yetkazadigan farosat, kuch-quvvat, fursat ato qilsin. Alloh taolo biz Sharqiy Turkiston xalqini yana bir qatim uyg'onishimizga nasib qilsin. Yana bir qatim tirilishimizga nasib qilsin. Mushu ulug' Ramazonda shu vatanning ozodligi uchun, mustaqilligi uchun duo qilgan qarindoshlarimizning duosini ijobat qilsin, ibodatlarini qabul qilsin. Subhana rabbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin.